Mana shunday bir kun qizim bilan magazinga bordik, Auraga borib keldik. Ko'chada endi zreniyam nima-ku? Shunday nimani ko'rmadim, do'mpachani. Shunday prosta urilib ketdim-da. Shunday yotib qoldim. Beda nima er-xotin ketishibdi. Opajon skora chaqiraylik, nima bo'ldi? Men bu o'g'ilni gapirib bilmayapman. Shunday bu yotib qoldim. Hozir yo'qmi? Вообще yo'q. Вообще yo'q. Вообще yo'q. Men shunchalik nimali endi buni yo'lni bilsam edi, men qanchalik 4 oy qiynalib yurmasdimmi? Shunda pachka dorilar oldim men, bilasizmi? Mayli olganim nima, maydagi haykrizam bordi, nima qildi? Lekin qo'lim nima qilib bilmasdim. Men to'g'ri ishlab bilmasdim qo'lim. Mana qarang, qo'lim to'g'ri ishlab bilib, faqat shunday ishlardim. Keyin mayda shunday puls beradi-ku, mana zhimatiq sudurga berib, mana shunday qushog'imga olib yurardim. Всё, qushog'imga olib yurardim. Mana qo'lim shunday bo'lib turibdi. Bilmayman nima bo'lganini, nima bo'ldi, shunday nima qilganim. Bunday qilib yotib bilmas edim. Hozir 2 kundan beri shu tarafimda yotaman. Qizim aytadi, qizim, "Ona, bu tarafda yotibsiz, qarasam shu tarafda yotibsiz" deydi. Men faqat bu tarafdan bunday qilib qo'yib yotaman. Yana yuqori ko'taradi. Katta rahmat sizga, Gulshon opa. Katta rahmat. Bilmam, boshqa so'zimni nima ham qilmayapman, shunday hayajonman. Ilohim, sizni yuborgan, Alloh yuborgan sizni menga, bilasizmi? Men shuncha qiynalib, shuncha nima qilib yurganlarim, azob ko'rganlarim, dodlaganlarim, yig'laganlarim, bolalarimga shunday agressiya qilib tashladim, to'g'risida qiynab tashladim bolalarimni. Nerimni asabda sal og'risa nima? Ko'taring qani, qo'lingiz zo'rmisiz hozir? Mana shuncha hozir ko'taryapman. Ko'tarib bilmasdim. Ko'tarib bilmasdim. Yarimga bunday ko'tarilardi, boshqa ko'tarib bilib, og'ir katta edi, kuchli og'ir edi. Hozir zo'rsiz. Zo'r, og'ir umuman yo'q. Mashalloh.